Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib bizning kanalimizda kuzatib borish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 15 martda kechasi 0,5 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. 16-18 martda kechasi 5-10 gradus iliqqacha, kunduzi 15-20 gradus iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 15-16 martda 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq. 17-18 martda 2-7 gradus iliq, kunduzi 10-15 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17 martda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 15 martda kechasi 0,5 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq. 16 martda kechasi 2-7 gradus iliq, kunduzi 14-19 gradus iliq. 17 martda kechasi 3-8 gradus iliq, kunduzi 14-19 gradus iliq. 18 martda kechasi 5-10 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 16 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15 martda kechasi 3-8 gradus iliq, kunduzi 13-18 gradus iliq bo'ladi. 15-17 martda kechasi 7-12 gradus iliqqacha, kunduzi 18-23 gradus iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15 martda kechasi 0,5 gradus iliq, kunduzi 10-15 gradus iliq bo'ladi. 16 martda kechasi 5-10 gradus iliqqacha, kunduzi 15-20 gradus iliqqacha ko'tarilishi mumkin.